O'laksaxo'r qush bolani yemoqchi bo'lganda bola og'riqdan to'satdan uyg'onib ketdi. U darhol qushni bo'ynidan ushlab pastga uloqtirdi. Ammo shu lahzada u o'zini minglab fut balandlikdagi qoyada qolib ketganini tushundi. U na yuqoriga chiqa olardi, mana pastga tusha olardi. Qo'rqib ketgan bola baland ovozda yordam so'ray boshladi, lekin atrofda birorta ham odam yo'q edi. Shu paytda havo keskin yomonlashdi va kuchli yomg'ir boshlandi. Pastdan uzoq va ulkan okean ko'rindi. Bu uning oxirgi imkoniyati bo'lishi mumkinligini tushundi. Agar sakramasa shu yerning o'zida o'lardi. Nihoyat o'zini qo'liga olib u qoyadan sakradi. Ertasi kuni u loy ichida uyg'ondi. Uning bir oyog'i og'ir jarohatlangan edi. U oyoq kiyimini yechib, panjasi qattiq siqilganini ko'rdi. Og'riqqa chidab oyog'ini ikki tosh orasiga qo'yib, suyagini joyiga solib qo'ydi. Keyin daraxt bo'laklaridan oddiy shina yasab oyog'ini bog'ladi. Shundan keyin asta-sekin oldinga yurishni boshladi. Shu paytda u uzoqdan bo'rilar uvillaganini eshitdi. Bir necha lahzadan keyin bir nechta bo'ri unga yaqinlasha boshladi. Vahimaga tushib u daraxtga yugurdi va unga chiqishga harakat qildi, lekin bir bo'ri orqasidan oyog'idan tishlab oldi. Oxirgi lahzada bola pichoq bilan zarba berdi. O'zini ozod qildi va daraxtga chiqib oldi. Kun bo'yi bo'rilar pastda o'tirib oyga qarab uvillab turdi. Ertasi kuni to'da ketdi, lekin bitta yaralangan bo'ri o'sha yerda qoldi. Bola yog'och va pichoqdan nayza yasab uni o'ldirish uchun yaqinlashdi, lekin yaqinlashganda bo'rining og'riqli ingrashini eshitdi. Shu payt uning yuragi yumshadi. U o'zining ham qabilasidan ajralib qolganini esladi. Shuning uchun uni o'ldirishning o'rniga yaralarni davoladi va uni g'orga olib bordi. Asta-sekin ular orasida ishonch paydo bo'la boshladi. Bir muddatdan keyin bola quyon tutdi. Avvaliga bo'ri uni tortib olishga urindi, lekin bola uni to'xtatdi va o'rgata boshladi. Ular birga olov yoqib go'shtni yeb yashay boshlashdi. Vaqt o'tishi bilan ular orasida kuchli do'stlik paydo bo'ldi. Bola bo'riga Alfa deb nom berdi. Endi ular birga sayohat qila boshlashdi. Alfa ovda yordam berdi va kechasi uni qo'riqladi. Bir kuni ular ichida muzlab qolgan odam bor chodirni topishdi. U yerda ovqat yo'q edi, lekin ular kamon va o'qlarni topishdi. Birdan dahshatli qor bo'roni boshlandi. Ular yaqin g'orga yashirinishdi, lekin g'or ichida yanada xavfliroq narsa bor edi. Yirtqich tishli yo'lbars. Alfa darhol bolaning oldiga chiqdi, lekin u bunday katta yirtqichga uzoq qarshilik ko'rsata olmasdi. Shu payt bola kamonni oldi, chuqur nafas bilan bitta o'q bilan yo'lbarsni o'ldirdi. Lekin bu jangda Alfa og'ir yaralandi. Bola uni o'simliklar bilan davoladi. Bir necha kundan keyin ular yana yo'lga tushdi. Ko'p kunlik og'ir yo'ldan so'ng bola nihoyat toshda o'z qabilasining belgisini ko'rdi. Bu uning uyga yaqinlashayotganini anglatardi. Lekin bu paytda Alfa juda holsizlanib qolgan edi. U holdan to'yib yerga yiqildi. Bola uni qo'liga olib qor bo'roni ichidan oldinga yurishda davom etdi. Nihoyat bir necha kundan keyin u o'z qabilasini ko'rdi. U kirib kelgan zahoti hamma hayratda qoldi, chunki ular uni o'lgan deb hisoblashgan edi. Hatto otasi ham bunga ishonmasdi. Lekin bola qo'lini ko'targanida otasi tushundi. Uning o'g'li haqiqatan ham tirik qaytgan ekan. Qushni yo'qotgandan oldin bola bitta gapni aytdi: "Iltimos, Alfani qutqaring." Filmni to'lig'ini Telegram botda tomosha qiling.